Muqaddima İslam aqidasi haqida. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jami madhiya bizni dinsizlik va aqidasizlik patqoqlaridan chiqarib, marhamati va ko'yinishi bilan hidoyat yo'liga solgan, o'zini tunish va o'ziga qulchilik ko'rsatish imkoniyati ato qilib, haq yo'lida yurishga muyassar qilgan Alloh taologa bo'lsin. Allah'ның rahmeti ve salimi ikki dünya serdari, peygamberler hatimisi ve rahmet peygamberi bolgan yolbaşçımız Muhammed aleyhisselamga hamda u zatның aile təvələrigə, hürmetlik sahabelərigə, şundaqla u zatның yolunda yürüyen ve kıyametki kadar onun yoluğa samimiyet bilen ergeşkenlərigə bolsun. İslam aqidasi insoniyat tarixida samaviy din sifatida o'ttirg'a chiqqan barliq dinlarning xotimasi bo'lgan bir mukammal dinning aqidasidir. İnsanlarning to'g'ri yo'lda yurishi va ularning baxt saodatli hayotda yashashini iroda qilgan Janobi Alloh bu dinning aqidasini bayon qilish va izohlashni o'zi ustiga olgan. Buni muborak kitobi Qur'oni Karim va payg'ambari Muhammad alayhissalomning sahih hadislari orqali tushuntirishga kepil bo'lgan bo'lib, islom dinining asosiy uli va yadrosi mana bu islom aqidasida gavdlangandir. Islom aqidasi mavjudlikning eng chegish nuqtalarini yechib beradigan, insonga hayotlik va o'limning sir asrorlarini izohlab beradigan birdan-bir haqiqatlar majmuasi. U insonga nima uchun aprida bo'lganligini, qayerdan kelganligini va nima uchun bu zaminda mavjud ekanligini tunutib qolmay, yana uning bu olamdagi o'rni, roli, vazifasi, g'oyasi va kelajagi haqida qanoatlanarlik tushunchalarni berdi. Shunga u qandaqdir samaviy dinlar ichida islom dini nomi bilan birdilla o'ttirg'a chiqib qolgan yoki Muhammad alayhissalom yangidan paydo qilgan aqida emas. Balki u Alloh taolo tarafidan elchi va yetakchi qilib avatilgan. Hamma payg'ambarlar chaqiriq qilgan, o'zgartish va burmilashlar aralashib qilishdan avvalgi samaviy kitoblarning hammasi birdek ta'kidlab kelgan eng sop va eng mag'izliq aqidadir. U shundoq aqidadirki, davrlarning almishishi, zamonlarning o'tishi va asrlarning yangilanib turishidan qat'iy nazar qilchi o'zgarib qolmaydi. Shundoqla birovlarning taraqqiy qildirishi yoki o'zgartishiga ehtiyoji bo'lmaydi. Balki bu aqida bu xil ishlarga yo'l qoldirmagan va yo'l qoldirmaydigan mangulik haqiqatlar jamgohidir. Islom aqidasi inson bilan Alloh orasini eng to'g'ri shaklda tutashtiruvchi, insonga uning insonlik majburiyatini va vazifasini tunutquchi, uning dunyolik hayotdagi rolini, qimmatini va mas'uliyatini bildirguchi, hamda uning kelajakdagi oqibati haqida aniq g'oya va nishonga ega qilguvchi aqidadir. U o'zining yuqorqidagi alohidliklari bilan yagona haqiqatlar majmuasi bo'lishidek xoslikni saqlab kelgan va bu xoslik asosida davom qilib kelmoqda. U o'zidan ilgari kelgan samaviy dinlarning o'zgartirishdan burunqi ilohiy chaqiriqini zaminda qayta bosh ko'targizgan, dunyo bino bo'lgandan buyon insonlarga ta'lim berguchi va ogohlantiruvchi bo'lib kelgan ilohiy yetakchilikning haqiqatini namoyon qilgan aqidadir. U bu xil xarakteri asosida samaviy dinlardagi o'zgartirilgan aqidalar, samaviy bo'lmagan dinlardagi e'tiqodiy oshqunlik va bu oshqun e'tiqodga yondashib maydonga kelgan ibodat jihatdagi xurofotlarga qarshi jang e'lon qilib keldi. Ulardagi xato ideyalar, xurofiy an'analar, ozg'un e'tiqodlarning hammasiga dalil isbotlar asosida qarshi turib, ozg'un va xato deb qaralgan barliq taraflarga tuzitish berdi. Buning o'rniga sop va pokiza bo'lgan aqlg'imi, reallikqimi va tarixiy haqiqatlarga uyg'un bo'lgan o'zgacha mukammal bir aqida sistemasini, to'g'ri aqida ta'limotini taqdim qildi. U yana insonni insonga yoki insondan o'zga biror jonliq yoki jonsiz shaylarga cho'qinishdan, qulluq ko'rsatishdan va asir bo'lishdan qutqazg'uvchi, ozod qilg'uvchi erkinlik dinining aqidasidir. Darvaqa bu aqida insonga mavjudotdagi barliq shaylarni o'ziga o'xshash maxluq sifatida qarashni, ularga cho'qinish yoki ko'zga ilmaslik nazari bilan emas, ibrat va aql farosat nazari bilan qarashdan ta'lim berdi.
Shuningdek, bu aqida insonni tabiatga, sog'lom aqlga uyg'un keladigan mukammal aqidadir. U o'zining xitob obyektini ma'lum to'pqa, ma'lum millatga, ma'lum xalqqa yoki ma'lum jinsga qaratgan bo'lmasdan, balki butun insoniyatga o'rtoq qaratgandir. Muhammad alayhissalomdan iborat ushbu aqidani dunyoga jakarlagan zotning faqat musulmonlarga emas, balki butun olamga rahmat qilib avatilganlik bilan ta'riflanishimi bu aqidaning har bir insonning aqidasi bo'lishga munosib kuchda ekanligining ifodasidir albatta. Islom aqidasi yana asrlar mobaynida aqidaning sofligi va suzukligiga dog' tushirguchi shirik aqidachiligiga bandachilikda avj olgan aqida va ibodat xurofotligi qatorliqlarga keskin inkos bildirgan. U insonga mavjudligi ikkinchi bir kuchga, ikkinchi bir barliq va qudratga muhtoj bo'ladigan jimiy narsalarga cho'qinishdan voz kechishga, yagona qudrat, yagona ilohlik va yagona saltanat egasi bo'lgan bo'y egishga, qo'lchilik ko'rsatishga va ibodat qilishga eng haqliq bo'lgan Alloh taologa aqida qilishga chaqiradi. Shundaqla sheriki, yordamchisi, bolasi bo'lishi yoki ayoldan hamroh tutishdek ilohlikning va xudolikning sha'niga zid keladigan barliq sifatlardan pok va muqaddas bo'lgan yagona zotga bandachilik qilishni tashabbus qiladi. Darhaqiqat, aqidaning kishilik hayotga hamda ijtimoiy turmushga ko'rsatadigan roli va ta'siri sal qarg'usiz darajada muhim. Shundaqla bu bir munozara talab qilg'usiz masala. Navbatda mazkur aqidani 1000 yil davomida o'zining hayot yo'li va nijot yo'ldoshi qilib kelgan musulmonlar, bo'libmi Uyg'ur musulmonlari uchun islom dinidan iborat bu haq dinning aqidaviy yo'lnishining boshqa hech qanday din yoki ideologiya sistemasida topqilib bo'lmaydigan buyuk va nodir qimmatlarga boy mukammal bir aqida sistemasi ekanligini tafsili tonish zaruriyati va yuksak bilim safa asosida aqida engini o'stirish talabi ta'xirsiz masalaga aylandi. Bu munosabat bilan navbatdagi muqaddimamiz orqali din, aqida, e'tiqod qatorliq nozik temalarni o'z ichiga olgan asosiy tushunchalar, diniy hukmlar tuzitish va oydinlashtirish kerak bo'lgan zarur masalalar haqidagi bir qator izdanish va tadqiqotlarni davriy aqliyati va ehtiyojiga munosib shaklda bayon qilish bilan kitobimizga kirib ketmoqchimiz.